Hammaga assalomu alaykum. Sog'ommisizlar? O'tgan video darsligimizda sizlar bilan aynan 3 ta yuz mushaklarimizni spazmdami yoki tonusdami aniqlash uchun test mashqini bajargan edik. Va juda ham ko'pchilik kommentariyada menda og'riq bo'ldi. Endi nima qilay? Spazmda ekan bildim. Qanaqa mashq qilishim kerak deb yozib qoldirishibdi. Aynan sizlar uchun bugun mushaklarimizni spazmdan tonusga keltiradigan mashqni bajaramiz. Ko'pchilik 3 ta barmoqni og'ziga qanaqa qo'yish kerak, mashqni tushunmadim deb yozishgan ekan. Hozir yana bir bora buni sizga ko'rsatib beraman. Demak, mana shunaqa 3 ta barmog'imizni mana bunaqa bukib olamiz va mana bunaqa uchli joyini og'zimiz tomon qo'yamiz va og'zimizni asta sekinlik bilan ochamiz, chunki reska ochadigan bo'lsak, jag' mushagimiz agar spazmda bo'ladigan bo'lsa, yanada unga bosim bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hozir mana sizga ko'rsataman, tushunib olishingiz uchun va albatta buni men bilan birgalikda takrorlang. Agar mushaklarimiz og'rimasa, biz ushlab turganimizda, demak, biz mushaklarimiz shug'ullanib yuribdi va ular tonusda. Agarda og'riq bo'lsa, demak, mushaklarimiz spazmda va ularni biz bo'shashtirishimiz shart. Aks holda bu bizani yuzimizni suyaklarimiz o'zgarib ketishiga, keyinchalik yanada deformatsiya bo'lishiga olib kelishi mumkin. Demak, mashqni takrorlang. Tushundingiz-a? Mana shunaqa qilganingizda umuman mushaklaringiz og'rimasligi kerak. Og'zingiz bemalol ochilishi kerak. Agarda og'zingizni ochganingizda yoki chap taraf, yoki o'ng taraf, yoki ikkala taraf ham og'riydigan bo'lsa, u holda bilingki, jag' mushaklaringiz spazmda. Va jag' mushaklarini spazmdan qanaqa olib chiqish kerakligini hozir mashqini ko'rsataman. Ammo shuni aytib o'tishim kerakki, bu mashq ancha yengillashtiradi, lekin butunlay sizni yuzingizdagi ovalni paydo qilish uchun, yuzingizda osilishlar, shishlar, ajinlarni ketkazish uchun men hozir sizga jag' mushaklaringizni bo'shashtiradigan, tonusga keltiradigan mashqni ko'rsataman. Ammo shuni bilingki, bir martalik mashq bilan shuncha yil davomida spazmga tushib qolgan mushaklarni bo'shashtirish oson bo'lmaydi. Uning uchun siz har kuni, ya'ni oylar davomida bu mashqni bajarishingiz kerak bo'ladi. Va agarda siz yuzingizdagi osilishlar, ajinlar, dog'lardan xalos bo'lishni xohlasangiz, u holda tizimli dastur bilan yondoshishingiz kerak bo'ladi. O'zgarishni hozirdan boshlashga qaror qilgan ayol qizlarimizni Erkatoy ayol kursimga taklif qilaman. Hozir esa sizga jag' mushaklarini bo'shashtirishga yordam beradigan mashqni ko'rsataman. Uning uchun qo'llarimizni mana shunaqa holatga keltiramiz. Mana bu yerdagi kostichka, ya'ni suyaklarimiz bizga kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa, stolga mana shunaqa o'tirib oling, sizni qo'llaringiz tayanib tursin va sekin-sekin aynan jag' mushakingizni uqalashni boshlaysiz. Endi siz savol berishingiz mumkin. Jag' mushakim o'zi qayerda joylashgan? Qo'lingizni mana shu joyingizga qo'yasiz va tishlab qo'yib yuborasiz. Shunda u mushak qimirlaydi. Kattagina mushak va siz jag' mushagingizni topib olasiz. Mana, e'tibor bering. Ko'rdingiz, qo'lim qimirlayapti. Mana shu jag' mushagimiz. Aynan mana shu qismimizni sekin harakatlar bilan aylantirib boshlaymiz. 10 marotaba. Va e'tibor beringki, mashq qilayotgan paytingiz tishlaringiz bir-biriga tegib turmasin. O'zi umuman olganda hech qachon ham tishlaringizni qisib yurmang. Bu aynan mana shu qismdagi mushaklarni spazmga tushib qolishiga olib keladi. Chunki ko'pincha biz stressda paytimiz, jahlimiz chiqqanda mana shunaqa qattiq tishlarimizni bir-biriga siqamiz yoki ko'pchilikda shunaqa kasallik bor, uxlaganlarida tishlarini g'irchillatishadi. Ana shu insonlarda ko'pincha kuzatiladi jag' mushaklari spazmda bo'lishligi. Mana shunaqa harakat bilan sekin-sekin aylanma harakat qilamiz. 10 marta ichkariga qildik, endi esa 10 marta orqaga qarab qilamiz. Tishlarimiz sal ochilib turadi.
Endi esa qizlar, mana shu yerda suyagimiz bor. Shu suyakka taqab to'xtaymiz. Aynan tugagan joyiga shu barmoqlarimizni qattiq joyini qo'yib olamiz va sekin harakat bilan og'zimizni ochib yopamiz. Sizga ko'rinishi uchun yonmacha ko'rsataman. 10 marotaba bu harakatni qilganimizdan keyin endi tilimizni tanglagimizga yopishtirib 10 marotaba yana shu harakatni takrorlaymiz. Bu ham avalimizni ko'tarishga yordam beradi, ham jag' mushaklarimizni bo'shashtiradi. Bu mashqni bajargandan keyin esa mana shu 3 barmog'ingizni yana qaytadan og'zingizga qo'yib ko'ring. Endi ancha og'riq kamaydimi, his qildingizmi? Buni esa izohlarda yozib qoldiring. Qo'yib oldik. Iloji bo'lsa, operatsiya qilish uchun mana shunaqa stolga o'tirib olsangiz bo'ladi va tilingizni tanglagingizga qo'yib, ochib yopamiz. Tilimizni tanglagimizga qo'yib olamiz va 10 marta ochib yopamiz. Va oxirgi mashqimiz esa mana shu yerimizda aynan nasa gubkalagi va jag'imizga to'g'ridan to'g'ri bog'langan mushak bor. Mana shu dahan qismimizda. Ko'pchilik lifting massaj qilganda dahan qismini unutib qo'yadi va bu sekin natijaga olib kelishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun hozir siz bilan aynan mana shu qismimizdagi mushaklar bilan ishlaymiz. Avval sekin-sekin bosib qo'yvoramiz, Ya'ni bo'shashtirib olamiz, ozgina tayyorlab olamiz massajga. Undan keyin esa aylantiramiz. Lablarimizni bo'sh qo'yamiz, tishimizni bir-biriga yopishtirmaymiz. Endi esa yaqinroq kelaman sizga tushunarli bo'lishi uchun. Endi esa qarang, mana shu qattiq joyi bilan bir tomonimizni ushlab turamiz, ikkinchi tomon bilan esa tepaga tortamiz. Mana shunaqa harakat 10 marta. Oldin qilib yurmagan bo'lsangiz, boshida og'riydi, lekin o'tib ketadi. Muhimi, spazmdagi mushaklar ancha bo'shashadi. Endi qarang, 10 marta tashqariga qildik-a, sentrdan tashqariga. Endi esa terimizni ushlab olamiz va 10 marta ichkariga qilamiz. Misol uchun men buni anchadan beri qilib yuraman. Shuning uchun menda umuman og'riq yo'q. Lekin qilib yurmaganlar uchun boshida og'riq bo'lishi mumkin. Lekin birinchi marta qilayotgan bo'lsangiz, agar mushagingiz spazmda bo'lsa, ertasi kuni ham og'rishi mumkin. Lekin bora-bora agarda qilib yuradigan bo'lsangiz, ancha og'riqsiz bo'lib, faqatgina o'zingizga yoqimli massaj bo'ladi. Ana endi yana bir bora mana shu 3 ta barmog'ingizni ko'stichkasini og'zingizga qo'yib ko'ring va ancha mana bu yerda og'riqlar kamaydimi? Kommentariyada yozib qoldiring. Tez orada go'zal natijaga erishishni xohlasangiz va umringiz davomida mushaklaringiz bilan ishlash sirlarini o'rganishni xohlasangiz, mualliflik kursimga qo'shilishingiz mumkin. Yanada ko'proq shunaqa foydali mashqlar bilan bo'lishishimni xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Har biringlarning fikringlar men uchun muhim. Sog' salomat bo'ling. Sizlarni yaxshi ko'raman.